Nima qilyapsiz? Menmi? Hozir ofisdan kirib keldim. Ha, o'sha ofisga kirib ketganiga 4 soat bo'ldi yigitdi. Biz kiramay o'tiribmiz. PUBG'ni qog'ab o'tiravergan ofischasida. Hozir mustaqilishimni 5 ga yopib chiqdim. Aldama, kuchukda yolib zo'rg'ochga olib chiqding-ku. Ha, obed qildingizmi? Ha, shashlik yedim. Tishimga kirib qoldi. O'shani kovlab o'tiribman. Menimcha u tishingga kecha yegan rolning sabz shasti qilib qo'ygan. Bir qarada. Aldi yotibdi, rolni yeb o'tiribdi. Qarang, kecha yuvib qo'y deb qora ko'ylak berib ketdingiz-ku. Shu ko'ylakni yuvdim. Oq ko'ylak bo'lib qoldi. Yo'q, qarada, sen uni arzon soda bilan yuvgan bo'lsang kerak-da, shunga rangi o'chgan. Uni rangi o'chmagan, kiri o'chgan, yag'ir. O'zing bir odobli, chiroyli, ozoda qilsan-da. Voy, rahmat. Bitta kattaligini. Stop. Bo'ldi-da endi. Qachongacha bir-birlaringni aldamoqchisizlar? Ertaga oila qursangiz ham shunday yolg'on gapirib yuraverasanmi? Vaqt o'taylikda-ku. Qanday bo'lsin shunday ko'rinsang-chi. Hozir. Ali. Xo'jonim, mana hozir boraman. Mashinamning pulini topolay. Amana topdim. Boryapman. Ko'ylagingiz chiroyli ekan. Qayerdan olgansiz? Dadam Dubaydan olib kelganlar. Yarashibdimi? Qayerdasan? Uchrashuvga yana meni ko'ylagim kiyib ketdingmi? Baqirma, yuvib beraman. O'zim ham kiyay.